Yig'laverma. Hozir bola kelsin gaplashamiz. Seni hech kimga berib qo'ymayman. Yaxshimisiz? Rahmat. Nima kiyimiz qo'l? Oyim uchrashuvga quruq bormagan dedilar. Miyiz ishlamaydimi deyman? Yo'q, bitta o'zim ishlayman. Tupoymisiz? Yo'q, Murodma. To'xta, o'zim gaplashaman. Tuzukmi polvon? Polvonni tanimayman u. Tushunmading, mayli. Uychilar yaxshimi? Uychilarni qayerdan bilaman? Gap tushunmaysanmi deyman. Tushunaman. Bir oyda bir marta bo'ladi. 100 dollardan o'ynashadi. Uni aytmayapman, meni gapimni aytolmayman. Men yo'q, manu. Qayerda? Gapingizda Bo'pti, chetroq o'taylik. o'tolmayman. Ne? Zagranim yo'q. Chet elga demayapman, chetroq o'taylik deyapman. Короче, bu meni qizim. Menga Tohir akani qizi deyishgan edi-yu. To'g'ri, Tohir akaning qizi. Sizni qizingiz qani? Mana mashi. Hozir Tohir akani qizi dedingiz-ku? Qiz Tohir akaniki, men yaxshi ko'raman. Tohir akanimi? Qizini. To'xtang, eshiting, bizani to'yimizda bo'ladi. Qachon? Bilmayman. Taxmin qilib ko'rsangizchi. 1-2 yildan keyin. Shunda 1-2 yildan keyin taxmin qilib ko'ra olasizmi? Qilolmayman hech narsa. Bilaman. Xullas, bu qiz senga tegmaydi. Boya tegdi-yu. Yo'q, erga tegmaydi. Ersiz o'tadimi? Senga tegmayman deyapman. Tegdingiz-ku boya.